Farosatsiz eshak. Bir eshak bor ekan. U o'zini juda aqlli deb bilar ekan. Kunlardan bir kuni boqqa kiribdi. Qarasa, daraxtlarda mevalar, polizda qovun, tarvuz va qovoqlar pishib yotgan emish. Eshak daraxtdagi mevalarga, polizdagi qovoqlarga qarab diqqat qilibdi. Shalpang quloqlarini qimirlatib. Tabiat-ku hamma narsani bilib yaratgan-a, lekin ko'p narsalar borki, ularni boshqacharoq qilib yaratish kerak edi-da, debdi. Daraxt shoxida o'tirgan chumchuq eshakdan: "Qani aytchi, senga bularning nimasi yoqmayapti?" deb so'rabdi. "Ko'rmaysanmi?" debdi eshak, olma va qovoqlarga imo qilib. "Shunday katta daraxtlarning solgan mevasini qara, bolaning mushtumidan ham kichkina. Endi anovi qovoqlarni ko'r, kallamday keladi. Nozik paliklarda ilinib turibdi. Bunda hikmat nima qiladi?" debdi eshak. "Hamma hikmat shunda-da", debdi chumchuq. "Olmalar qovoqdek, qovoqlar olmadek bo'lsa tuzuk bo'lardi", debdi eshak. Shunday deb eshak olma daraxtiga surkangan ekan, bitta olma uzilib taq etib boshiga tushibdi. "Voy boshim", debdi eshak. Yorila-yozdi. Chumchuq kulib: "Yaxshiyamki olma qovoqday emas, bo'lmasa miyangni qatig'ini chiqarib yuborardi", debdi. "Rost aytding, og'ayni", debdi eshak va olma daraxtini tagidan ketibdi. Shunday qilib ertagimiz tamom bo'libdi.